Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan lambda, ya'ni lambda funksiyasi bilan gaplashamiz. Ya'ni funksiyasi haqida gaplashamiz. Lambda degan funksiya o'zi vazifasi nima, u qachon ishlatiladi? Bu funksiya ham, ya'ni lambda degan funksiyani sizlar yaxshiroq bilishlaringiz kerak. Ya'ni buni yaxshiroq bilishdan sabab nima? Bu funksiya asosan suhbatlarga borgan paytlaringiz juda ham ko'p, ya'ni juda ham ko'p so'raladigan bitta, ya'ni savollardan bittasi bo'lishi mumkin. Lambda degan funksiyani agar nima deb so'rab qolsa, u ixtiyoriy funksiya yaratish deb aytib yuborsalaringizdan bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy metod, ya'ni ma'lumot chiqarib yuborish, xuddi shunaqa ixtiyoriy funksiya desalaringiz juda yaxshiroq bo'lar edi. Endi birinchi bo'lib bitta fayl ochib olamiz. Ya'ni 22 dars.p degan bitta fayl ochib olamiz. Birinchi bo'lib lambda funksiya yozishdan oldin biz ixtiyoriy bitta funksiya nima qilishimiz, ya'ni o'zgaruvchi yaratib olishimiz kerak. Edit degan bitta funksiya, ya'ni o'zgaruvchi yaratib olamiz lambda. Endi bu yerda esa o'sha lambda funksiyasining qiymatlarini beramiz. A va B deb bera olaman va ikkita nuqta. Undan keyin nima qilamiz? Bu yerga esa A plus B qo'yib olaman. Endi qo'yganmiz, ya'ni A plus B ni berib oldik. Undan keyin print edit, ya'ni 12 qo'shilgan 12. Dasturni ishlatadigan bo'lsam, ya'ni P 22 dars deb ishlatsam, ya'ni 24 degan natijani chiqarib berdi. Ya'ni bu yerda nima bo'ldi? Lambda degan funksiya shunaqa narsaki, ixtiyoriy funksiya yaratib yuboradi. Ya'ni ixtiyoriy funksiya yaratish uchun ishlatiladi. Lambda degan funksiyani siz bir qatorda ham yozsangiz bo'ladi. Ya'ni bu divga, xuddi divga o'xshab ketadi. Agar div yozadigan bo'lsak, qanaqa yozardik bunda? Ya'ni div derdik, edit degan bitta funksiya yaratdim. Edit 1 qo'yamiz. A va B deb yozamiz. Return A plus B qilamiz. Print edit 1, ya'ni 12 14. Dastur ishlatsak, ya'ni ikkalasi bir xil. Lambda bilan divni, ya'ni ikkalasi xuddi bir xil, ya'ni ishlash struksiyasi bir xil, lekin lambda ixtiyoriy nima funksiya yaratib berish uchun ishlatiladi. Lambda yana boshqacha usullar bilan ham yozsak bo'ladi. Ya'ni qanaqa? Misol uchun lambda bitta o'zgartirish yozib, qanaqadir bir e'lon qilib yuborsalaringiz ham bo'ladi. Misol uchun edit teng qilib lambda deb name qilamiz, ikkita tochka, bu yerga ism yozamiz. Ali. Endi esa print edit qilamiz. Mana bu yerga name ni e'lon qilish name deymiz va mana bu yerga esa Ali deb yozamiz. Dastur ishlatadigan bo'lsam, dastur ishlatsam mana Ali degan natija chiqarib berdi. Agar print yozadigan bo'lsam, print lambda, ya'ni tochka, ya'ni printdan keyin lambda qo'ydik. Ya'ni A virgul B. Ya'ni bu yerga endi A va B deb yozamiz. A plus B. Va qiymatini berib qo'yamiz. Ya'ni qiymat qanaqa beriladi? O'sha lambda, ya'ni qiymatini beramiz. Qiymat misol olishimiz mumkin. Uzr, mana bu yerdan bo'lardi. Endi qiymati 12,13. Dastur ishlatadigan bo'lsam, ya'ni o'sha ma'lumot, ya'ni 25 degan natijani chiqarib berdi. Lambda degan funksiyani bir qator, ya'ni printni o'zida ham yozib ketsalaringiz bo'ladi. Buni qulaylik tomoni shu. Endi funksiya bilan asosan div ishlatiladi, lambda kamroq ishlatiladi, lekin lambda ishlatsalaringiz ham bu xato emas. Bu unaqa nima deydi? Buni ishlatmang yoki nima qilmang deyilmaydi. Ya'ni qoralanmaydi. Buni ishlatsalaringiz ham to'g'ri, lekin shunchaki lambda ishlatsa bitta yomon tomoni bor. Siz yozgan kodlarni o'zingiz tushunmay qolish ehtimoli kattaroq bo'ladi. Ya'ni bir qatorga yozib ketsangiz, print degan funksiya yozib ketsangiz. Xo'sh, lambda degan funksiyani printga mana shunaqa qilib shaklda ishlatiladi. Ya'ni print lambda bo'ladi. Misol uchun name qilib virgul yo bo'lmasa virgul qo'yasizlarda, name deb ikkita tochka name deb yozamiz. Tashqari chiqamiz, bu yerga Ali deb yozamiz. Dastur ishlatsak, mana Ali degan natijani oladi. Lambda degan funksiyani o'sha bitta qavs, ya'ni bitta qavs ichida ham o'zgaruvchisini e'lon qilasizlar, ham o'zgaruvchini qabul qilasizlar va qiymatni berib ketsalaringiz bo'ldi. Xo'sh, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Kelgusi darsda ko'rguncha xayr.